请迪尼纳尔·阿布拉委员发言。各位委员，我发言的题目是让中华文化浸润人心。 Növətdə Xitayning atalmış 14-cü növbətlik Məmləkətlik Xalq Qurultayı yığını və Məmləkətlik Xalq Siyasi Məsləhət Kengashi yığınından ibarət ikki yığını Beyjingdə açılışqa başlandı. Məzkur yığın Xitayning keyinki 5 yillik siyasi və ijtimoiy taraqqiyotga munosabatli bo'lgan ikki cho'ng yig'indir. Xitoy hukumat taratqullari bu ikki yig'inni doim butkul jarayonga xalq bosh bo'lgan, butunlay demokratik shaklda elib beriladigan yig'in deb tashviq qilib kelmoqda. Ammo mazkur yig'inning qatnashuvchilari bo'lgan atalmış mamlakatlik xalq vakillarining barliq kelish jarayonlari bo'lsa, Xitoy hukumatining tashviqot doirasiga kirmaydigan alohida jarayonlardir. Darvaqa Xitoy mustamlikasi ostidagi Uyg'ur elidimi mana shundoq Uyg'urlar tushunmaydigan va bilmaydigan atalmış xalq vakillari Uyg'ur xalqining avtonomiya haqlarining to'liq kapolatga ega ekanligidek saxta tashviqotlarda muhim rol o'ynab kelmoqda. Xitoyning bu qatimliq ikki yig'indimi mazkur Uyg'ur vakillari o'xshashla Xi Jinping rahbarligidagi Xitoyning avvalgi 5 yillik xizmat natijalarini muayyanlashtirish, shundaqla kelgusi planlarini qo'llashni Uyg'urlarning o'rtaq fikri sifatida o'tirib qo'ygan. Xitoy taratqullarining xabar qilishicha, 5 mart kuni Beyjingda Xitoyning ikki yig'ini qatnashayotgan atalmış Xinjiang vakillar o'miki umumiy yig'in chaqirib, hukumat dokladini ko'zdan kechirgan va muzokara qilgan. Mazkur yig'inda atalmış Xinjiang vakillari guruhining boshlig'i Ma Xingrui, muavin boshlig'i Erkin Tunyaz, a'zolaridan Shuhrat Zakir, Mehmet Juma, Qurbon Niyaz qatorliqlar Xitoy hukumatining Uyg'ur elini idora qilishida ishkini tiklash va ishkini qo'g'dashning hal qilg'uch rol o'ynaganligi haqida to'xtalgan. Cho'nqurroq izlanish va tafakkur qilishdan avval tushunish qiyinga to'xtaydigan yuqorqi 4 so'zning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi bilan bevosita bog'langanligida shak yo'q. Undaqda biz atalmış Xinjiang vakillari birdak muayyanlashtirgan ishkini tiklash va ishkini qo'g'dashning nimani ko'rsatadiganligi va uning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligida qanday rol o'ynaganligiga qarab boqaylik. Xi Jinping vazifaga o'tirgan 2012-yildan buyon Uyg'urlar texmi ig'ir qismatlarni beshdan kechirishga boshladi. Xi Jinping hokimiyat beshiga chiqish bilan tang Xitoyning Marshall plani deb qaralgan bir balvoq bir yo'l strategiyasini kuchli tashviq qilishga va bu orqali o'zining hokimiyat kuchini chingitishga tirishdi. Buningga ergashib Xitoy ichida Xi Jinpingni Xitoy Xalq Jumhuriyati tarixidagi Mao Zedong va Deng Xiaopingdan keyingi 3-avlod dahiy darajasiga ko'tarish to'lqini avj oldi. Atalmış ishkini tiklash va ishkini qo'g'dash bo'lsa, Xi Jinpingning Xitoy Kompartiyasi va hukumatining yadrosi bo'lishdek hokim mutlaqlik o'rnini tiklash va qo'g'dashni ko'rsatdi. Atalmış namratlıqdan qutuldirish va ushqul kuchlarni yiltizidan yo'qotish nomida elib berilgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligida Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qilish bilan tang bu jinoyatni achchilik bilan yo'shirishda qo'sh unum yaratish dal Xi Jinpingning bir qo'lliq rahbarligida ro'yobga chiqqan. Bo'libmi 2013-yilning oxiri Xi Jinpingning Uyg'ur elini yangicha idora qilish to'g'risidagi yo'l yo'riqi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini ham oshkor elib bora oladigan, ham dunyodan sir tutib qolg'ili bo'ladigan apchil yo'lini ochgan. Ayni chog'da Xi Jinping ideyani Xitoy Kompartiyasining Uyg'urlarni idora qilish planiga markazlashtirib, jamiyatning muqimligi va uzun muddatlik aminligini oldinga nishon qilish yo'l yo'riqini bergan edi. Bu siyosiy harakatlar faqat birli nishonni, ya'ni Uyg'urlarni Xitoy hokimiyatiga butunlay bo'ysundirishni maqsad qilib elib berildi. Uyg'urlarga munosabatli bo'lgan har qanday sohani yo'q qoldirmay tozalash tabiiy holda bosh nishonga aylandi. Demak, navbatda Beyjingda echilayotgan Xitoyning ikki yig'inida atalmış Xinjiang vakillarining Xi Jinpingga bo'lgan sadoqatini bildirishi, amaliyotda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining Xitoy hukumatining inchik planlashi va yerlik hukumatlarning yaxshi moslashishi bilan elib berilgan davlat jinoyati ekanligining po'latdek isbotidir.